Akmal aka, o'zingizga bitta privichkani qo'shib oling aka. Ertalab turganingizda komnatning temperaturada bitta stakanda suv iching. Birinchi shuni turganingiz bilan ichsangiz, bu boyagi oshqozonda kecha qolib ketgan astatik ovqatlar bor-ku, ashlarni ham yuvib tushadi. Qonlar suyulishi yaxshi bo'ladi. O'z qoningiz mana ancha quyilib ketganda, keyin bir 2 haftadan keyin 2 ta stakanga chiqarib olasiz. Ham qoningiz suyuq bo'ladi, ham oshqozonlar, ichaklar, kishishliklar bo'yi hammasi toza bo'ladi-da. Juda yaxshi privichka. Eng arzon narsa hech kim qilmaydi shu narsa. Nima suv pashta bepul aka. Aslida ziga-ziga qo'shing juda yaxshi rezultatlar bo'ladi, xudo xolasa. Asal yesam nima bo'ladi? Asal bilan bir qoshiqcha sidonani yog'ini uni orqasidan bir 10 minutdan keyin boyagi sidonani yog'ini ichib turib, bitta qoshiqchada asal yesangiz, u o'limdan boshqa hamma kasallikka foydasi bor degan-da aka. Suvdan keyin. Suv avval organizmni tozalab oladi. Aslida ziga-ziga yaxshi privichkaga qo'shing aka.